Mana Qo'qonda, O'rdada ko'plab sayyohlar ko'ramiz. Ularni yoshi aksariyati 65-70 yoshda, pensiya yoshi deyiladi. Ular pensiyaga chiqib mana sayohat qilyapti. Chunki uni sog'lig'i ko'taryapti. Ana menga ko'plab kasallar keladi, aksariyatini hammasini surunkali kasali bor, asoratlangan, bularni masalan yosh qotilar, pensiya yoshi deyiladi. Nima sababdan? Chunki ular o'z vaqtida profilaktika qilinmagan kasalligi. Bizda nima o'sha pensiya chiqqandan keyin asosan o'sha bu kasalxonada 10 kun davolanadi, unisida 15 kun davolanadi, undan keyin sanatoriyada yuradi. Mana shunday qilib qarilik davri shu kasalxonada o'tib ketyapti-da. Chunki profilaktika yaxshi e'tibor berilmagan. Hali gap bor, yaxshi doktor kasal davolaydi, zo'r doktor kasal bo'lishini oldini oladi. Ya'ni uni profilaktikasiga yaxshi e'tibor qaratadi. Bu degani hammasi ham doktorga bog'liq degani emas. Bemorlar o'ziga ham bog'liq tarafi bor-da. Ya'ni biz bekorga aytmaymiz ijtimoiy tarmoqda. Har kuni piyoda yuring, to'g'ri ovqatlaning, sog'lom turmush tarziga amal qiling. Ya'ni kasalliklarni profilaktika oldini oling deymiz. Ko'plari keladi mana davolanish doktor, dorilar qimmat, kasallikdan sog'ayishim faloncha million bo'lib ketyapti, tibbiy xizmat qimmat degan shikoyat bilan ham keladiganlar bo'ladi-da. Shunda aytaman, profilaktika arzon, chem kasal bo'lib davolanishdan ko'ra. Shuning uchun kasal bo'lishni oldini olishga ko'proq e'tibor qaratish kerak.